H5'deki 2020 yılı 20 yıl ötüp ketdi. Bu qisqagina 20 yılda yer şarida nurg'un hikoyalar yuz berganligini siz bilan men tex bilib bo'lolmagan bo'lishimiz mumkin. 2019 yılı 9 oyda necha 100 yilda bir qatim ko'rilgan o't ofati yuz berdi. Havo qurg'oq. Uning ustiga o't ketishga yetarli ahamiyat berilmagachga o'tni kontrol qilish intayin tez bo'lgan. Uningdan paydo bo'lgan quyuq istutak hatto butkul Yevropadagi Sidneyni o'z ichiga olgan nurg'un shahar osmonini butunlay qizg'uch seriq rang qoplagan. 2020 yılı 1 ayning 15 kuni yer shari o'zligidan asliga kelish iqtidorini qo'zg'atdi. Avstraliyadagi nurg'un joylarda qattiq yomg'ir yig'ib, o't ofati zo'r darajada pasaydi. Voqeadan keyingi statistikaga asoslanganda 100 ming kvadrat kilometr keladigan o'rmonlik kuyib ketgan. Hamda shu joydagi hayvonlar yo'qolish xarakterlik vayron bo'lgan. Quyruqsiz ayiq, kenguru qatorli hayvonlarni o'z ichiga olgan 10 milliondan ortiq hayvon bu qitimqi o't ofatida hayotidan ayrilgan. Avstraliyada o't ofati yuz berib uzun o'tmay, olimlar Tinch okeanda El Niño hodisasini bayqadi. Bu bir xil dengiz suyining benormal ilib ketishini chiqarib, dunyo klimat andisida o'zgarish paydo qiladigan hodisa. Bu xil ahvol qisman rayonlarda qurg'oqchilik paydo qildi. Ammo qisman rayonlarda yomg'ir ko'p yig'ish ahvolini keltirib chiqardi. Masalan, odatda intayin qurg'oq Afrika va O'rta Sharqning qumliq rayonlarida to'yuqsiz udan necha kun qor yomg'ir yig'ib, shikatga ofati yuz berdi. Yana nurg'unlagan rayonlarda dunyo miqyosida mo'ljallangan ziyonlar ko'rildi. Shikatga ofati yuz berganda yer sharining boshqa bir tarafida g'ayri normalsiz hodisa yuz berdi. 2020 yili 2 oyning 9 kuni Braziliyadan kelgan bir olim Antarktikada bu yerning tarixdagi eng yuqori 20 Selsiya gradusini o'lchagan. Gerçi 1959 yili har qaysi davlatlar Janubiy qutbni qo'g'dash shartnomasi imzolagan bo'lsa-mu, ammo Janubiy qutb dengiz ustidagi muzlarning erish sur'ati yanada borgan sari tezlashib ketgan. Ba'zi muzliqlar hatto 100 metr keyniga chekinib, yer yuzida yalang'och tog' jinslari ko'rinib qolgan. Nurg'un hayvonlarmi makonidan ayrilgan. Shuni bilish kerakki, Janubiy qutbda qor muz shaklida dunyodagi 70% ga yaqin tatliq suv saqlangan. Agar bu muzlar erib ketsa, dengiz yuzi oz degandimi 50 metrdan ortiq o'rlab ketadi. Bu dengiz bo'yidagi nurg'un shaharlarga og'ir tahdid ilib keladi. Uning ustiga muzliqlarning erishi tarixdan burungi nurg'un viruslarning qaytadan uyg'otishi mumkin. Yig'ib aytganda Janubiy qutbning erishi biz insonlar uchun aytganda hargizmi yaxshi ish emas. Olimlarning tadqiqotiga asoslanganda havoning ilib ketishiga ta'sir ko'rsatgan asosli sabablar parning effekti, gaz eritgich donchilari, istutak, quyosh faoliyati qatorliqlarni o'z ichiga oladigan. Quyosh harakatidan boshqa 3 omilning hammasi insonlarning bevosita faoliyati bilan munosabatlik. Hozir klimat tadrijiy ilib, yer shari dengiz yuzi asta-asta o'rlab, kelkun, bo'ronlar paydo qilgan tabiiy ofatlar barg'ansir ko'paymoqda. Halbuki bu insonlarga bir qitimliq signal bo'ldi. Baxtga yarasha insonlar yer sharining ilib ketish krizisini to'yib ketdi. Hamda hozirgi holatni o'zgartirish uchun qo'l silib ishlamoqda. Bugundan boshlab biz yashayotgan muhitni asrasak, yashayotgan makonimizni qo'g'day olamiz. Keyingi avlodlarimiz uchun qarmoqqa arzimas, ammo intayin ulug' bu kichik ishni ko'ngil qo'yib so'zlab beramiz.